O'zbekistonda 23-dekabr kuni prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Nomzodlar tanlana boshlangan. Asosan Oliy Majlisda o'z o'rniga ega siyosiy partiyalardan. Shuningdek, amaldagi prezident Islom Karimov ham Liberal Demokratlar partiyasidan nomzodlikka ko'rsatilmoqda. Qonunan Karimovning 2 muddatdan keyin prezidentlikka intilish yoki saylanishga haqqi yo'q. Bizga saylov haqida muxlislardan, dunyoning turli chekkalarida yashayotgan o'zbekistonliklar, qolaversa, respublikaning o'zidan o'nlab xatlar kelmoqda. O'z fikr mulohazalarini yo'llayotgan insonlar orasida umidvor saylovchilar ham, bugungi vaziyatdan hafsalasi pir bo'lgan fuqarolar ham ko'p. Maktublar bilan batafsil ko'rib turganingizdek internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com da tanishishingiz mumkin. Fikringizni o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, uni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llashingiz mumkin yoki amerikaovozi.com sahifasida aloqa uchun deyilgan bo'limda qoldirishingiz mumkin. Xatlarni biz kundalik radio dasturlarimizda doimiy ravishda havola etib boryapmiz.